kız bala emasmi? Onisi ensirep, öz gözüңlar bilan berip, bir ko'rib kelsanlar deb evatgan. Voy, bak yaxshi bo'pti. Ko'zingiz bilan ko'rib ketganingiz yaxshi. To'g'ri. Bizning mush balalarimizdan boshqa nemimiz bor deysiz? To'g'ri. Shu balalarni ensiraydi ekanmiz. Shunda. Bir qizim bor. O'qivasin, shahar ko'rsin deb. Shu yo'lga sap qo'ygan. Undan bo'pti. O'qiganga yetamdi. Shu bizmo dastlabda mush uy tug'inni damol anglis qonda o'ylab qolar deb ansirab qoldik qarab. Shu insonchilikda hamda shu bir-birimizga Allohni topshirdik ekan. Voy, shundoq. Bo'lmasa-ku bizni nayt chechan qiz bola. Bek chechan bu. Voy, bek chaqqan. Voy, chaqqanligidan-chi bizning oilaga hammamiz amroq bu jimga. Sizlarni ko'p avar qildik. Ya. Biz o'zimiz amroq, o'zimizning balasi bo'lsa bu. Parvar. O'ttamay tamoqni vaqtida tayyor qilib qo'y. Hoy, ma'qul aka, ma'qul. Qizim, sen mi yordam? Men yordam şey. Qani chaylang. Yaxshimisiz? Siz kim bo'lsiz? Uy mulk shirkati? Kimni izlaysiz? Direktor nima? To'xtang, direktor. Telefoningiz. Ha. Hey. Hozir boray, ya. Bundan ikkinchi bo'lsa, yanfunim ko'ranglar. Ha? Uy setmoqchiman. Qanda? Bunim dadamga dokalat qilaydiganman. Ay, yaqay. Uydan ko'chib chiqib ketmassiz? Sizning buni bilishingizning nima hojati? Kechiring. Oy. Men yordamni şey. Ha, bo'ldi balam. Dadingiz aram bir kelganda, dadingiz g'amravab o'tiravering, ha? O'zim qilaman. Amma, Ha? men ish qilib olsam bo'ladimi-ki? Voy. Ha, beravering. Akam bilan men bo'lgandan keyin dadingizdan xotirjam bo'lib ish qilib beravering, balam. Ma'qul. Amsi men dadam bilan tag'amga deb qo'yay. Ha, ma'qul, bering. Shuningizga oshunda bo'ldi qarang. Tag'a. Men tushdan keyin ishlaydim. Ish qilmay yurayim-ki. Men siz bilan birga chiqay balam. Chiqib yotoq qurishib turay. Yotoq qurilishay degan qanday gap? Uy tursa? Yo'q. Ra'no sizlarni necha vaqtni qichiq avar qildi. Bu Ra'no degan o'zimizning balasi. Biz ham bu urug' tuqqan bo'lib qoldik. Balam, siz dadingizni ansirmay ishingizga beravering. Bizda jiq paramiz bor qiladigan, ha? Yo'q. Bunda qilsa qanday pul bu? Ma'qulda. Unda qilsak bo'lmaydi. Bu yotoqda yotgan degan qanday ishga u? Men. Ya, bo'ldi. Voy, siz emas bakla. Nurg'un gap deyishmasak bo'lmaydi, undashmasak bo'lmaydi. Men bular. Men katta narsa. Xo'sh. Yo'lni qarabman, ha? Qani chaylan. Direktor, keldingizmi? Ne bo'ldi? Sizlar zaten neymiş suiqasd bilan olasizlar? Suiqasd? Dadam meni hozir chaqirib, to'yining kechiktirilganligini aytdi. Nima? To'yni kechiktiribdimi? Sizningcha men bu ishlarni sizning planlaringizni uqmay qolamanmi? Ha? Men planlabdimanmi? Bu ishlarni siz rost bilmamsiz? Yo'q. Sizning uylanmoqchi bo'lganligingizni liderga men aytgandim. Meningcha lider bu ishlardan cho'qim xabardor bo'lish kerak. Dastlabda bek ochiq keldi. Qaraganda ochiq yenib qolgan o'xshaydi. Direktor, meningcha Aminadan bilan lider to'y qilsa baxtli bo'ladi. Qaraganda lider sizni bakli yaxshi ko'rdi ekan. Endi qanday qildik? Restoranlarni bekitib bo'lgan tursak, bog'oqlarni taqib bo'ldik. Endi bu to'yni qanday amaldan qoldiramiz?
Liderning to'yi. Nima bo'ldi? Dadamning to'yi davomlashaversin. Nima? Bo'lmasmiki? Lider odatda qarorini osonlikcha olmaydi. Bu ishqa bir narsa deyamayman. Siz dadamning qo'shida 8 yil ishlagan-ku. Bu ishni qanday bir taraf qilishni menda undan bilsiz. Bu ishlarni o'zingiz bir taraf qiling. Men eng yaxshi aralashmay. Şu bayaqi uyning oldidagi do'kon shu. Bola necha? Bola 3. Abaya singni akab qo'yg'ini ash bolaning kichigi. Umi cho'ng bo'lib qoldi. Hozir mush bir talla bozorda ishlayotdi. O'zi shok. To'laroq gap qiladigan. Aqlli aqlli bola bo'ldi. Uni cho'ngimi o'g'il. Uni akisini shu kichik vaqtidan tortib bir doktor bo'lgan deb arzu qildim. Doktor bo'ldi, yaxshi doktor bo'ldi qarang. Hozir shu yerda, bu shaharda bir cho'ng doktorxonada ishlayotdi. Cho'ng qiz. Bu bola bir shirkatda bir nima mas'ul bo'lib ishlayotdi deyman hozir. İşlab yurdi. Obdan ke. Buni oltindek ish bolalari bor ekan emasmi? Qizning bolasi qancha yoshga kirdi? Xislat. Niye bir kran? Direktor, bir ish bormidi? Sizningcha ben qanday qilsam bo'ldi? Meningcha jur'at bilan yaxshilashib qiling. Ishqinglar birlashganda hamma ish shunchalik oson bo'ladi. Bo'ldi. Jur'atga telefon qiling. Ishxon kelsin. Direktor, men choyxonaga o'rlashtiray. Bunday ishlarni ishxonaga qaraganda choyxona paranglasang yaxshiroq. Mayli. Siz chiqib ishlarni o'rlashtiring. Bo'ldi, direktor. Yaxshimisiz? Men Po'lat direktorining katibi Xislat. Po'lat direktor siz bilan ko'rishmoqchi. Bugun kechki tomoq vaqtida vaqtingiz chiqarmi? To'ynash maslahatlashmoqchi ekandik. Meningcha har ikkilanlar cho'nglarning baxtli bo'lishini orzu qilsizlar. Bo'ldi, ma'qul. Men yetkazib qo'yay. Rahmat sizga. Bizim komparatif konparayı daha yetip kaptı var. Neydi siz ne doktor? Öksüz sokuyduk kaptı demir. Hazır ekmek olarak gel, ilaçım gel. Hazır bu çocuk kilan kaptı. Hayır. O ben ne yapsam doktor han başına kasken deydi var. Neydi siz? Şuna mı gel? Baş kızlar bu olmaz burada bulduk. Biz hiç kimden de bekliyoruz. Görüşürüz.
yordamlashay. Voy balam, acaba baldırla qaytib kelibsiz bu. Dadam keldi emasmi? Baldiroq ishdan. Ay, bo'pti. Kelamsa. Qo'limni yuvib chiqay, ya. Ha, ma'qul. Keldingizmi bular? Keling. Bu mening cho'ng qizim Xislat bo'ldi. Oilaga shirkatda ishlaydi. Yaxshimi? Bular Ra'noning dadisi. Tomoq yedingizmi? Yedim. Ha, bo'pti. Qizim. So'ngkidagi ishirki narsalarni deyaklar. Qani, choy ichgach o'tiring. Quruqma kelib qoldim. Bu bizning bog'ning mahsuloti ya. Sizlarning bog'ning yangi qo'shimimda So'qmoq qismidagi yaxshi. Voy, quruqni kelibamay, nim avarib jira o'g'itdingiz. Shundaymi qarang, quruq keldim. Biz bu quruq kelaveradingiz, xijil qilib qo'ydingiz-da. Rahmat. Mana chiqayamsa. Nega? Bu kechini yutuq ketmaydigansiz? Yo'q, endi menda bir necha kun turib qolganday qilib turaman. Shunaqa chiqib, bu yotoqlarni bir o'rlashib. Yo'q. Siz biz yotoqning gibini qilishib yursak bo'lmaydi, urug' tuqqanda ko'p qolgan adam. Uyimizmi? Cho'ngimizmi? Siz patisiz. Nani qalasangiz shu yerda yetavering qarang. O'yla qurasi cho'lka. Lekin bu yer poqalisi. Yo'q. Unda bo'lmaydi. Qarang, o'rib odatimizga to'g'ri kelmaydi. Uyda yetib qolavering, bunda shu yatimiz. Voy, shu akam yolg'iz tursa hamrohsiz emasmi? Shu. Aqldan. Sat bilan. Yaxshi o'tiravering. Jar qizim. Sen ko'p charchab ketding. Uyga bormali. Sizin charchab qolma. Yaxshiroq qarangchimi? Xotirjam bo'l. Yo'lda diqqat qilasiz. Keldingizmi? Ahvol qandayroq? Öpkisi yallig'inib qoldi ekan. Shunga qizitib qolgan gap. Hozir hali yaxshi. Siz bek javob tatib ketdingiz. Chiqib birdan aramayda bo'lamsiz. Men qarg'ash turay. Ma'qul. Chapata atilgan bo'ldingiz. Yo'q, hech qis yo'q.
Kesle. Bu şu benim hocam. Sizin bir şey yetivesler. İşkimiz ne oldu şu? Ma'qul. Silini ve köp avar qilgan boldik cuma. Yo'q. Mehmon degan uyning balkit emasmi? Men yastir tashlab beray, ha? Aka. Uyg'ondingizmi? Hozircha qandayroq? Tinozbek ojizlab ketibdi. Men hozir chiqib sestralarni o'rlashtiray. Sizga quvvat to'kilasiz bo'lsin. Siz boshqa ishlarni ansirmang. Yaxshi rahmat. Oy. Qandayroq uxlablar? Yaxshi, unda shunda yaxshi uxladim. Lekin bu o'rnim o'zgarsa, ozroq qiynalib ekanman. Undoq ekanda ko'nib ketdilar. Bu uy o'zlarining uyidek o'ylasizlar. Deganda chiqib ketdilar. Bir ancha-muncha talan cho'kilga non kirdi. Jusslar nashta qilamiz. Vaqtimiz bir to'xtab qolgan bo'lsin deya yaxshi bo'lardi ya. Qiziqcha. Chaqiraq sizdan saqlayib ketsiz. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur